Az eslatdi, hozir videosini ko'rib qoldim, storiesga qo'yibdilar. Men ichimdagi gapni gapiribdi. Men ham trillion marta voy faqat Instagramga murojaat qildim. Oy, fake akkauntlar, mashiniklar shunaqa ko'payib ketgan. Men ham 3 yil oldin qilgan konkursimni hozir qo'yib, odamlarni aldab pulini olib yotibdi. Azzaki ham bilarlar. Men ham pul berib, programmistlarga pul berib o'shalarning profilini yoptiramiz. Yoptiramiz, yangi chiqadi. Yoptiramiz, yangi chiqadi. Yoptiramiz. Odamlar ham xuddi shunaqa narsa direktga yozadi. Aka, men yutyapman. U yolg'on-ku. Voy, ko'ringlar. U es paytda 3 yil oldin yosh bo'lganman. Va e'lon qilganman istoriyada. Necha marta aytdim, "Voy, hurmatli do'stlar, tugadi. Giveaway boshqa umuman qilmayman. Bo'ldi, tugadi bu narsalar." Deyapman-da, odamlarni aldashda anular davom etyapti, lekin odamlar ham nima desa bo'ladi, aldanib qolyapti-da. Misol uchun yutdi deb SMS kelganda, baribir bizani xodim yo kimdir chiqish kerak, bizdan kimdir administrator chiqish kerak. O'shaning uchun do'stlar, qattiq qaranglar bu narsalarga. Ko'rsanglar spam beringlar. Bir ikkitasini topganman. 17, 16 mana shunaqa yosh bolalar-da, ya'ni o'smirlar. Mana shu yosh kattalar unaqa qilmayapti. Mana shu o'smirlar shunaqa qilib oson yo'l bilan pul topmoqchi, harom ish qilib. Undan tashqari bu ham mayli. Misol uchun men yaqinda bitta Muhammad Ali degan bolaga pul yig'dik. O'sha videoyimni qirqib o'zini kartasini qo'yib 400 millioncha pul yig'ibdi. Bankda borib pulimni uzlatdik. 400 million. Tasavvur qilasizlar? U yoqqa borsam ham ustidan yozib berdim, unaqa qildim, bunaqa qildim. Xuddi to'ppa-to'g'ri aytayotdilar. Aka, men ham kiber xavfsizligiga bordim. Murojaat qilib bu yoqqa borasiz, o'zingiz rayoningizga borasiz. Men aytaman, o'sha yoqqa savol beraman. Instagramdagilarni shunaqa topish kerak, unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Men ham rosa yugurdim orqasidan. To'g'risi bor-ku. O'sha yerga aytmoqchimanki, men obunachilarimni ogohlantirib qo'yaman. Biz ham kurashga harakat qilyapmiz. Bu mashiniklarni. Meni ham direktim to'lib ketadi. Aka, bugun mashina o'ynayotgansiz soat nechida? Ko'chada ko'rib qolsam ham katta odamlar ham aldanyapti-da. Bugun o'ynar ekansiz deb. Men aytaman, "Yo'q, aka, aldanmang. Meni 6 million 100 profilim. Mana shu original, qolgani original emas. Mashininglar ko'p" deb. Oxiri qamaladi-da bular. Oxiri qamaladi. Men ham oxirgacha boraman, xudo xolasa. Oxirgacha boraman. Yoptirmayman ham nechtasini kanalni. Oxirgacha boraman. Endi ana ayab o'tirish yo'q. Ana rahmdil edim. Qo'y mayli. Nechtasini tutganman. Qo'y mayli, qamalmasin. Onasi telefon qilgan. Uzr, adashibdi, unaqa qilibdi. Kundan kunga ko'payyapti bunaqalar. Rostdan ham bu narsani kiber xavfsizligiga o'ylash kerak, harakat qilish kerak. Bo'lmasam-chi, bu bir-biridan o'rganyapti. Sherigiga aytadi, "Qara, mana bunaqa oson pul topolman" deydi, u qiziqib ketyapti-da. Bu ham mana Adins Xbetga o'xshagan, buni yangi turi-da bu ham. Mana shunaqa qilib onlayn pul topmoqchi bo'ladi, birovlarning nomidan. Bu yoqdan kasallar qolmaydi. Hamma kasallarni fake qilib, o'zlarining kartasini qo'yib aldashadi. Odam qo'rqib qoldi, kimgadir hozir bunda yordam qilib qo'yitsa. Mana yaqinda hozir nima bo'ldi? Bitta Samarqandlik bitta qizga ikkita pochka kerak. Shuni video qilib chiqib, live akkauntim bor. O'shanga qo'ysam, bilasizlarmi nima qilibdi? Haligi qizning umrini qoldirganman-da. Masalan, kimdir chiqib ehson qilmoqchi bo'ladi. O'shanga Telegramga saqlanib qilib, Telegramda meni rasmimni qo'yib, "Men Jahongir Xo'jayevman, nima bo'ldi? Qancha pul yig'ildi?" debdi. Ani ham sodda, mashincha yig'di desa, "Meni kartaga tashing so'rashni, bo'lmasa mana bo'ladi." Aldab pulni yechyapti. Tushunasizlarmi? Vobshe qanaqa qilib bu? Ani odamga ikkita pochka kerak, o'zi zo'rg'a ting-ting qilib odamlar tashyapti, yig'yapti. Qanaqa qilib bunaqa mashinalik qilish mumkin? Ko'rayotgan bo'lsang, ko'zingni och, bu to'g'ri yo'l emas. Ishla, harakat qilsang, topsa bo'ladi bu pulni. U rizqingda yozilgan o'sha pul senga keladi baribir. Meni nomimni odamlar meni yomon ko'rib qo'yapti-da. Bunda voy Jahongir bermayapti. Men kommentariyamga yozishadi. Qatta aka, u tugagan deyman. Tuga bo'lgan 3 yil oldin deyman. Lekin bu yoqda rostdan kiber xavfsizligi ham o'ylab shuni yig'sin bizani hammamizni, mana shunaqa blogerlarni yig'sin, hammani o'tqizsin. Biz misol uchun aytamiz, aka mana bunaqa maslahat ham beramiz. Mana bu tarafdan mana bunaqa bo'lyapti, mana bu tarafdan mana bunaqa bo'lyapti. Bular kundan kunga ko'payaveradi. Bir-biriga aytadi, o'rganadi, u oson mazaq pul topamiz deydi. U yo'qga homiylar ham bor ekanda, bizani videoga homiy yig'ar ekan. Ular qanaqa qilib ularga pul berasizlar, hayronman. Bizani video orqali odamlar obuna bo'lyapti-da, ularga shunaqa ishi zo'r bo'lib ketar ekan. Men agar misol uchun menga farqi yo'q bo'lganda, nima farqi bor? Men o'zimga to'g'riman deb yurganimda-chi e'tibor bermasdim bu narsalarga. Lekin bu yerda xalq, obunachilarim aldanib qolyapti-da. Oddiy onaxonlar telefon qiladi, yutunman deydi-da. Men aytaman, onaxon, u siz ko'rgan oppoq Lacetti 30 tani biza hammasini uyigacha berganman. Siz ko'rgan Malibularni hammasini uyigacha tarqatganman. Videolarigacha bor. Bu eski videolar deb tushuntiraman-da. Tushunyapsizlarmi? Endi
u 1 millionta odamni aldayotgan bo'lsa 1 milliontasiga har bittasiga telefon qilib tushuntirib chiqa olmayman-da. U yozayotganlari menga qancha qo'lini direktim to'lib ketadi. Ana imkon boricha qilyapman. O'shaning uchun men obunachilarim, iltimos mana shu videoni tarqatib tashlaylar, aldanib qolmasin. Hurmatli ota-onalar, farzandingizlarga qaranglar. Qayerdan pul topyapti? Qo'lda pul ko'tarib kelib, onajon meni ishlab keldim. Qayerdan topyapsan? Qayerda ishlayapsan? Nima ish qilyapsan? Qani menga ko'rsat deylar. Mana men sizlarga aytaman, aksariyati yosh bolalar, aksi shu maktab bolalari, kollej bolalari. So'raylar, qayerdan pul topyapsan? Nima ish qilyapsan deb. Telefonda shunaqa onlayn etsa, qanaqa onlayn ekan u deylar. Bitta hozir bu konkurs haqida emas, boshqa narsalarda ham millionta ko'payib ketgan. Bu yoqda ehsonlarda aldashadi. Ko'p mashinniklar juda ham ko'payib ketgan. Juda. O'tirib oladi, meni topa olmaydi deydi-da. Baribir meni qidirmaydi davlat, kiber xavfsizlik meni qidirmaydi. Bo'ldi. U shu ketaveradi, deydi. Mazaq pul topolmani deydi. Bo'ldi. Uning iymoni yo'q. U qo'rqmaydi, ertaga bor u qusib chiqaradi o'sha pullarni. Yo'qmaydi baribir, shuni bilmayapti. Yosh bola-da. Ehtiyot bo'linglar, qaranglar. Obunachilar sizlar ham sal bundoq fikr qilinglar, ko'ringlar. To'xta, fake bu deylar. Nimaga men ko'pchilik aytadi, zo'r qilgansiz givni to'xtab qo'ygansiz. Mana shu narsalar ko'payib ketgani uchun men e'lon qilib qo'ying. Men qaytib qilmayman desam, odamlar keyin ishonmaydi. Qo'yganman shunaqa video. Bo'ldi, men qaytib qilmayman deb. 3 yil bo'ladi, 3 yil. 3 yildan beri ogohlantirib kelaman. Har oyda bitta qo'yaman, ikkita qo'yaman, 3 ta qo'yaman, u qilaman, bu qilaman. Lekin hamma ko'ra olmaydi bu videoni. Hammaga yetib bormaydi bu video. Ana videolar chiqib kelaveradi. Ular target qiladi, mana qiladi, qo'rqmaydi, Allohdan qo'rqmaydi. O'shaning uchun kommentariy yozayotganda ham yaxshilab bilinglar. Biz ham harakat qilamiz. Men ham qo'lmagancha harakat qilaman. Qaniydi shuli yo'q ketsa. Qilyapman ham. O'sha mana shu oxirgi marta mana shu mana bu bola o'zi saraton bilan kasallangan. Shunga zo'rg'a pul yig'yapmiz-da. Shuni ham chiqqaniga men tomim ketib qoldi. Qanaqa vijdon u? Odammi u? Qanaqa odam u? Tushunmadim, hayron qoldim. Ehson qilmoqchi bo'lganinglarda ham ko'ringlar. Telefon qilib ko'ringlar. Haqiqatda shu sizning kartangizmi? Imina shumi? Qani tashlang menga deb ko'rib tashlaylar. Ko'pda target yoqadi, o'zini kartasini qo'yib qo'yadi. Mana bizning profil shu, original profilim mana mashi. Mana bu sveji bugungiz. Mana o'zim siz $300 yutdingiz deb ana odamni tashlayapti. Ana odam ham ishonyapti-da, menga tashlayapti. Qaranglar, menga tashlayapti-da, qani $300 deyapti. Meni topdi akkauntimni. Meni topgan ekan-da. Men keyin aytaman, meni akkauntim shu, hozir akkauntimda ko'ryapsizmi deyapman. Post shunaqa mashina haqida deyapman. Ko'ring oxirgi 2 yilda shuna bunaqa. Ko'ring, yo'qmi sana? Bu yoqda shunaqa ekan deyapti. Unga men javob bermayman, men bilmayman, u mashinik deyapman. Ishonmay unga deyapman. Ras shunaqa chiqib kelyaptim, shunaqa videolar. Ko'ring, Jahongir Xo'jayevov tering, o'zimni profilim kiring. Agar nimadir yangilik bo'lsa men aytaman. Men o'zi qilmayman, bo'ldi. Mana, qaranglar. Mana shu fake. Like-ni ko'rasizlarmi qanchaligini? Men mana shuni kiber xavfsizligiga tashlaganman. Mana bu yerda kiber xavfsizligiga yozganman. Mana aka topib beringlar shuni deb. Mana shu fake. Target yoqyapti bunga. Target yoqib odamlar aylantiryapti-da. Odamlar ham o'sha yerda kommentariyada nechtasi shunga pul tashlagan. Tasavvur qilasizlarmi? 400 millioncha yig'ildi o'sha kartasini muzlatganda shuncha pul ekan deb menga telefon qilishyapti-da. Men aytdim, uni olib beringlar dedim, shu kasalga yetkazish kerak dedim, bo'ldi qilib beramiz deyish. Tushunasizlar? Odamlar ham bor, qo'rqib qoldi, qayerga ehson qilishni bilmaydi. Qayerga ehson qilishni bilmaydi. O'shaning uchun ehson endi cho'chi boz bu videolardan endi boshqa ehson qilmaymiz degan tushuncha bo'lmasin. Qilish kerak. Faqat ko'ringlar. O'sha bloger profilini ko'ringlar. Mana shu original ota-onasi bilan gaplashinglar. Biz har doim nomer qo'yib qo'yamiz. Har doim o'sha videoda nomer bo'ladi. Gaplashinglar. Mana lekin mana shunaqa noinsoflar bor-da. Mana shunaqa odamlar ko'payib ketdi. Ming afsuski ko'payib ketdi. Ya'ni yengil pul topish dardida. O'shaning uchun endi hozir bu videoimdan keyin voy endi ehson chiqib qolsa bu rostdanmi yolg'onmi endi tashamayman degan ana tushuncha bo'lib qolmasin-da. Ana rostlari ko'p nechtasi pulga muhtoj, nechta video olishadi. Prosta o'sha yerda fake'larda o'zi bitta profilga kirsanglar, hech nima bo'lmaydi. Ikkita shu video turgan bo'ladi, bo'ldi. O'shalar fake. Bizning yuzimizdan foydalanib pul yig'moqchi bo'ladi. Lekin original profilga ko'ringlar, kiringlar o'sha yerda. Masalan, men o'zim profilimga joylashtiraman. Xudo xolasa, shu joylashtirganimda ko'ringlar, ehson qilinglar, yordam berishimiz kerak ko'p odamlarga, harakat qilishimiz kerak. O'shaning uchun mana shunaqa. Prosta men endi umumiy mavzu mashiniklar haqida bo'lgani uchun men har bitta detal ochib berdim sizlarga. Mana shunaqa ko'payib ketgan. Hozir mana shu istoriyalarda mana AZST ham ko'ringlar, ular ham fikrlarini aytgan. Sizlar hozir shu ko'rganinglarda men gapirganimdan ham milliontada tasavvur qilolmaysizlar ular qanaqa ko'pligini mashiniklar. Har xil narsalarda kartadan pul yechadi. Sizni tabriklayman, bir bola yutib oldingiz, deydi pulni yechib oladi. Kartangizga ham ehtiyot bo'linglar. Bir bola tashashadi, nimadir silka tashlaydi, yechib oladi. Nimadir sizni tabriklaymiz, unaqa qildingiz, bunaqa qildingiz deydi, Telegramdan keladi. Har xil narsalarga bosib olmanglar.
Ko'pchilikda bo'ldi. Bitta bosora kartanglar shuni pulni yechib oladi. Bo'ldi, tamom. Bunaqa video murojaat men kamdan kam qilaman, bunaqa asabiylar. Shuning uchun ham xafa bo'lmaysizlar. Chunki meni har xil yosh katta inson kuzatadi, yosh kuzatadi. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Men shu qayg'urganimdan aytyapman. Odamlar aldanib qolmasin deb qayg'urganimdan aytyapman. Bunaqa odamlar ko'payib ketganidan aytyapman. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar do'stlar. Ehtiyot bo'linglar. Videoni albatta tashlab qo'yinglar hammaga, kerakli insonlarga.